Assalomu alaykum akalar, hammanglarning ro'za ayyominglar muborak bo'lsin. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Bugungi ishlarimiz bilan qisqacha, xudo xolisi. Zentra avtomat korobka. Silinoidlarni yuvib, tozalab, xudo xolisi moylarni alishtirib beramiz. O'zi ko'p bo'lmagan ekan. Lekin moy achinarli ahvolda. 5 litr to'kib 5 litr quyib berishgan ekan ukamlarga. Hozir polni tozalab, xudo xohlasa moylarni alishtirib beramiz. Korobkalarni boshqatdan adaptatsiya qilib, nastroyga qilib beramiz. Xudo xohlasa kimga shunaqa xizmatlar bemalol bizga murojaat qilaverasizlar.